Mana akalar, bu eski balon. Mhm. Mana bu yangi balon. Bobur aka, Hop, endi sizga savol. eshitaman. Misol uchun ko'p aka-ukalarimiz cho'nchakdan kelib chiqqan holatda bu balon olishga qiziqishadi. Aha. Endi sizga savol, yangi balon bilan bu balonning farqi va afzalliklari. Ha, yangi balon taqsangiz, qo'rqmasdan u yering yurasiz. Ha, eski balonni ham farqi bor. Masalan, qanaqa? Ba'zi bir brak bo'lgan bu balonni ham sotib olib turib yurish shart emas. Masalan, qanaqa bo'ladi? Kimdir ozgina yurib turib, yechib turib boshqa balon taqqisi keladi. O'sha balonning sosteniyasi yaxshi bo'lsa, ana o'sha balonda yursangiz bo'ladi. Kal balonda men tavsiya qilmayman yurish, chunki tormozlarga, mashinani hadoy sistemasiga ziyoni bor. Keyin buni yurish masofasi datchiga bo'lar ekan. O'sha datchigini qayoqdan bilsa bo'ladi? U nimani bajarib beradi? Masalan, mana balonimizda datchik bor, mana turibdi. Mana bu datchikka yetib keladigan bo'lsa, o'sha yurish mumkin emas. Ba'zi bir aka-ukalarimiz shu datchik daji yo'q bo'lib ketsa ham yuraveradi. Bu juda o'zlarini hayotlariga xavfli deb o'ylayman. Tushunarli.